Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda boshlang'ich ta'lim pedagogikasi fanidan shaxs rivojlanishining umumiy qonuniyatlari va uning tashxisi to'g'risidagi g'oyalar mavzusi bilan tanishamiz. Rejamiz quyidagicha. Boshlang'ich ta'limda shaxs tushunchasi. Ikkinchi rejamiz shaxs rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari. Uchinchi rejamiz shaxs rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar. To'rtinchi rejamiz esa shaxs rivojlanishining yosh xususiyatlari hamda beshinchi rejamiz boshlang'ich sinf o'quvchisining ijtimoiylashuvi kabi rejalar asosida mavzuni o'rganib boramiz. Ma'ruzamiz avvalida prezidentimizning tarbiya qanchalar mukammal bo'lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi degan so'zlar bilan boshlamoqchiman. Haqiqatdan ham biz umumta'lim maktablarida, umuman o'sha barcha ta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiyani birgalikda olib boramiz. Haqiqatdan tarbiya mukammal bo'lishi kerak deb hisoblaymiz. Endi shaxs tushunchasiga kelsak, shaxs tushunchasi insonga taalluqli bo'lib, psixologik jihatdan taraqqiy etgan shaxsiy xususiyatlari va xatti-harakatlari bilan boshqalardan ajralib turuvchi muayyan xulq-atvor va dunyoqarashga ega bo'lgan jamiyatning a'zosini ifodalashga xizmat qiladigan bir insonga beriladigan ta'rif hisoblanadi. Endi fanda biologik yo'nalish deb nomlangan nuqtai nazar bu yetakchisi o'rinlardan birini egallab, uning vakillari sifatida Aristotel, Platon tabiiy biologik omillarni yuqori qo'ygan shaxslar hisoblanadi. Ular tug'ma imkoniyatlar, taqdir, tole har kimning hayotidagi o'rnini belgilab bergan degan fikrlarni ilgari suradi. 16-asr falsafasida vujudga kelgan preformizm oqimi namoyandalari esa shaxs rivojlanishidagi naslning roliga juda katta baho berib va ijtimoiy muhit, tarbiyaning rolini esa biroz inkor etishadi. Xorij psixologlari ham shunday oqim mavjud. Ularda behaviorizm 20-asr boshlarida yuzaga kelgan bo'lib, uning namoyandalari ong va aqliy qobiliyat nasldan naslga o'tib, insonga u tabiatan berilgan deyiladi. Mazkur ta'limot vakili amerikalik A. Thorndike. Pragmatizm oqimi uning vakillari Dew va Campbell ham shaxsning rivojlanishini biologik nuqtai nazardan asoslab beradilar. Ular rivojlanishni faqat miqdoriy o'zgarishlardan iborat deb qaraydilar. Naslning rolini absolutlashtirib, uni inson taqdiriga hal qiluvchi ahamiyatga ega deb biladilar. Demak, bir guruh olimlarimiz rivojlanishni biologik nasliy omillarga bog'laydilar. Biologik omilga qarshi falsafiy oqim vakillari rivojlanishni ijtimoiy omil bilan belgilaydilar. Bu oqim vakillari esa bola shaxsining ijtimoiy, psixik rivojlanishi va yashaydigan muhitiga bog'liq deb ko'rsatadilar. Endi mana shu muhitning o'ziga alohida ta'rif berib o'tsak, muhit deganda odam yashaydigan sharoitdagi barcha tashqi ta'sir tushuniladi. Ya'ni uni o'rab turgan tashqi ta'sirlar. Shu nuqtai nazardan tarbiya tufayli bolani o'zi yashaydigan ijtimoiy sharoitga moslashtirish mumkin degan xulosalar kelib chiqadi. Ular ijtimoiy muhitning rolini hal qiluvchi omil deb hisoblaydilar. Demak, odam bolasining shaxs sifatida rivojlanib, taraqqiy etib borishi, uning shaxs bo'lib kamolatga yetishi, nasl, ya'ni biologik omil, ijtimoiy muhit esa bolaga yashab turgan shart-sharoit, mana shuning maqsadlarga muvofiq amalga oshiradigan tarbiya ham birdek ahamiyatga ega deb hisoblaydilar. Bu omillarning ta'sirini aniqlashda ilg'or pedagogik olimlar, psixologlar va faylasuflar ta'limotiga tayaniladi. Shaxsga ijtimoiy muhitning ta'siri ham muhim hisoblanadi. Bu tarbiya orqali amalga oshiriladi. Biz tarbiya berishda o'sha har doimgidek o'sha oilaviy tarbiya, umumta'lim muassasasidagi tarbiya va o'sha
jamoat, ya'ni oila, maktab, mahalla uchligida olib boriladigan tarbiya shaxsning rivojlanishida juda muhim ahamiyat kasb etadigan jarayonlardan biri hisoblanadi. Birinchidan, o'sha tarbiya ta'sirida muhit bera olmagan bilim, ma'lumot egallanadi, mehnat va texnik faoliyat bilan bog'liq ko'nikma, malakalar hosil bo'ladi. Ikkinchi sabablarini ko'rsatadigan bo'lsak, tarbiya tufayli tug'ma kamchiliklar ham o'zgarib, shaxs kamolotga yetib borishi mumkin. Uchinchidan, tarbiya yordamida muhitning salbiy ta'sirini ham yo'qotish mumkin. Va to'rtinchidan, kelajakka qaratilgan maqsadni belgilaydi. Demak, tarbiya bilan rivojlanish bir-biriga ta'sir etadi. Bu tarbiya doimiy va uzluksiz jarayon hisoblanadi. Shunday qilib, bola shaxsining rivojlanishida tarbiya ham yetakchi o'ringa ega bo'lib, tarbiya tufayli nasl nasabi, oila muhiti, ijtimoiy muhit ta'sirida har tomonlama rivojlanishga qodir degan xulosani keltirib chiqarishimiz muhim.